Mana bundek nasldor buqa ishqibozlari bugun ekran qarshisiga yaxshilab o'tirib olasiz. Assalomu alaykum. Oybek kanalining qadri baland, qadrli obunachilari, Chorvador aka-uka, do'sti birodarlar. Yaqinlashib kelayotgan, ya'ni ertangi Hayit bayrami barcha musulmon ahliga muborak bo'lsin. Tutgan ro'zalarimizni Alloh taolo dargohida to'g'ri qabul aylasin. Akalar, kamtarona mehnatimizni qadrlab, do'stona paddashgani ayamasdan turasiz. Xudo xolasa, mana bunaqa orqa boshi sandaldek keladigan o'sha atko'rmani legendarniy buqalari yetib kelgan aka. Video rolikni oxirigacha ko'ring. Biz qo'limizdan kelgancha ma'lumotlarni olib boramiz. Soniga ko'p emas, Abdurop arzonchi masha Arafa kuni bir obunachilarga 5-6 ta buqam bor. Bir kelsang bo'lmaydimi deydilar. Aka bajonidil. Haligida 10 ta bo'lsa o'rni bo'ladi deydi-yu. Har bir insonning o'zini o'rni bor. Xudo xolasa mana bunaqa lekin 20 taga tatiydigan darajada buqalar kelgan. Yemog'i chimog'i adashmasam zo'r, qorin holatda yaxshi turibdi. Yana bir karra ma'lumotlarni Abdurov akamdan olib boramiz. Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz, charchama aka? Kelayotgan aytayimlar bilan. Suyimsiz? Assalomu alaykum, Oybek ashaddiy muxlislari. Ashana rahmat. O'tgan safar videomizni ham kommentariyani bombalatib, like'larni bosibsizlar. Otalaringga rahmat. Bugungi Ramazonning oxirgi kuni, keyingi Ramazonda ham birga bo'lishlar nasib qilsin, xatolar kam bo'lmasdan. Xudo xolasa, bugun mollarni ozgina, sozgina zo'rdan kelganmiz, xudo xolasa. Aloqachisi ham bo'ldi akalar. Bemalol ishlarni bitirib beramiz aka, xudo xolasa. Ko'ngil to'q qilaverasiz. Bunday qilamiz, Abdurov aka, mollarni sog'lomligiga nafaqat siz, men ham garantiya beraman. Nimaga bu gapni gapiryapman? Sizni xonadoningizda shu kungacha ADBda ko'rgan emas, chunki siz savdogarlikda ichida yurib katta bo'lib, ota kasb bo'lib qo'yingki, buning qonun qoidasini mendan juda yaxshi bilasiz. Aka, sizdan qilinadigan iltimos, molni sifati sortidan kelib chiqib, yengilroq qo'yib bering, imkon qadar. Chunki bu mollarda hashaki mollar tenglashtiradigan mollar emas. Ko'ngilli bo'lishmasin, hali ona kasalliklar ham xudo xolasa, bilmayman, bir oydan bag'ida kun sig'ib ketgandan keyin ko'tarildi akalar. Ko'ngilli bo'lmanglar. Olinglar, boqadigan yetib keldi. Hammaga tavsiya qilyapman men akalar. Mol oluvchi bo'lsa, kimdan bo'lsa olaveringlar. Hozir unaqa hali kasalliklar hammasi xudo xolasa o'sha qora yo'g'onda qortadi qoldi. Xudo xolasa ortda qolib. Olinglar, maza qilinglar, boqinglar. Xudo xolasa ertaga zo'r qilib bersin. Ideallari bugun sotuvga kelibdi aka. Xudo xolasa boshlayverdik. Mana o'tgan safar hali 3 taligimizda o'shanga o'xshashidan. Ha, yo u emas lekin. Yo, yo, uchoni yerga sotdi uni. Hali telefon kelyapti bundan. Atak o'xshashi. Hali telefon kelyapti. 3 tarafda sifat sortini. Haligi mol oyoq qo'llari. Gavdasi ham shunaqa, sorti ham shunaqa, ammo bunisi gibridroq ekan. Ha, bunisi gibridroq variant. Boshqa gibridroq ekan. Aka, buni tuyoq qismlariga ham e'tibor berib qo'yaverasiz. Tuyoqlari ham baymayib ketgan tuyoqlardan emas, xudo xolasa akalar. 1.25 chiqyapti. Bo'ylari turibdi-yu asli. Ha, asli tortilib turibdi, bo'ylari 1.25. Gap so'z yo'q. Kichkina narsa emas, qo'yingki. Eng qizig'ari bo'zak bular. Oboraslar, ovozdan berasizlar bo'ldi. Orqasini karab kelagini ko'ring, Oybekjon. Olsin mazzani qilishadi, Oybek. Aka, yakkalab qo'yib ketaveramiz yo juplash. Bitta qo'yib beraman. Tasasas yakkalab qo'yavering, chunki beda bir-biriga tushmaydi-da. Oybekjon. Aka, keling, bismillah. Bo'ladi, bo'lmaydi qilib hali. Dangal gapiravering. 20 million 500 ming so'm Toshkentga yetib boradi. Telefon qilsin, vodiy bo'ylabqa chiroyli pul kam bor, uka. Barakasini bersin, bo'ldi, gap so'z yo'q. Akalar, o'tgan safargilar ham shunaqa edi. Qo'yig'i suyuq, bundancha joni maydasi ham bor edi. Aralashtirib qo'yganmiz. Bunisini 20 million 500 ming so'mga sunnati bor, beher ish olmaydi. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Mana olani ko'rishsin. Agar bu ikkovini ham olamiz desa ham zo'r bo'laveradi. Buni ham qo'shib olishsin. Molni ko'ring. Ay, mashalloh, mol badanda akalar. Haqiqiy yaltirab turib, tangadek g'ubori yo'q variantidan yelka yorishlariga ham akalar alohida e'tibor berib qo'yaverasiz. Yelkalari ham ideal holatda buqani. Ko'ring. Narxi ham yengil bo'ladi. Uzunligini ham video ko'rsatib beraman. Dangal yengil bo'ladimi yo? Yengil bo'ladi, Oybek. Ya'ni yengil bo'ladi. Shunga aytdilar, yengil. Hammasiga aytmasdilar. 19 million 200 ming so'm, 19,5 emas. Haqiqatan yengil bo'lar ekan. 200 ming so'mga uylarga kirib boradi. Ve her ish bormi, Oybekjon telefon qilsa. 19 million 200 ming so'm savdosi bor. Xayrini qilib beramiz. Lekin mashmolda arzon qo'ydingiz. Shu aytibman, arzon bo'ladi. Bo'yi ham 1.20. Bo'yi 1.20. Nimaga degan savolga 20 bo'yi 18-17 yil narsalar 19, 18, 8 qo'yiladi, lekin sifati bunaqa emas. Buni sifati ulardan olsin, maza qilsin. Agar ikkovini olamiz desa ham juda yengil qilamiz. 20 past ish bitadi. 20 pastda xotirjam. Telefon qilsin, bitiramiz. Aka, haqiqatan ko'ring. Tanib toza mol olaman desangiz, mana ko'ring. Delavoy jonivorlar gap bo'lishi mumkin emas aka. Endi mana buni ko'ring, mana bu samanni. Mana bu Mickey Mouse. Jonivor. Oyoq qo'llari, polvonligi. Qo'ldan chiqib ketaman deyapti. Kallani ko'ring. Bu buqa arg'amchiga tushmagan, Oybek.
O'shaning uchun hali buni osib netmadim, men boshqa ham qilmadim, oddiy o'z holiga belab qo'ydim. Sharoiti bo'lsa buni zagonda boqadigan aka Ha. bo'lsa qani aka. Ha bu Ustulani ham ko'ring, jonivordi. Voy mashallah. Qani o'zingni ko'rsat, polvon. Orqani pachkaliklarni, Ha, badan yurganda ilkillayapti, ha ko'ring. Haj jonivar. Ha mashallah. Molni ko'ring. Haj jonivar, ha ko'ring. Va buqada gala ko'ring. Mushuk. Mushuklar ham juda chiroyli. Oybek, Oldi agar tashab qo'ysa-da xolasa do'stona maslahat. Zo'r buqa bo'ladi. Buqani haqiqiy turish kallasi ham e'tibor ber, kallasi ham juda chiroyli. Molat ko'rmaniga. O'zi hashakim olmas, ko'rinib turishdi. Shunday. Ko'rib turishdi. Olsin maza qilishadi. Oybek endi buni bo'ylari 1.15 ga olishaveradi. Hop. Lekin Bu molni bo'yi muhim emas aka. Sorti narilardan Sortiga kuchli, olishadi, resvitinning shunaqa. kuchli. Sort kuchli. Buni ham Oybek endi buni 21 qo'ysam dangaliga juda baland bo'lib ketadi. 20 million 500 ming qo'yaylik mana shu molni. Aka, bunday 20 qilaylik. million 500 ming so'm xayri bor. Bo'ldi, 20 million 500 nari ikkalasi bilan 41 million so'm pul bo'ladi, to'g'rimi? Telefon 19 qilsa million 200. Bunday degan gap, 3tangni olaman. O'zi ba'zilar polvoni bor ekan, boshida ikkita, buningni olaman deganlar 1-2 3 ta olaman Bol degan. telefon qilsa 20 ni pasta berasizmi? 60 million so'mdan kami bor o'tib beramiz. 60 million. Ana shu gap kutyapti turdim aka. O'tib beramiz. Bo'ldi. Molda Haqiqiy haqiqiy bormi? legendarnisi. Mol arziydi akalar olinglar. Do'stona, oyoq qo'llari ham toza, stakam tuyoq deb mana shularni aytadi. Haqiqiy gibridlarda mana mana ko'ring. Hayt. Ham erkakda va zoti yo'nalishiga ham akalar tavsiya qilaveramiz. Molni ustini ham ko'ring. Jonivor. Ha mashallah. Molni sifat sort alohida. Bu molni bo'yi muhim emas. Yana qaytarib. Tushungan odam o'zi bilib olaveradi bu molda akalar. Chekani molni tushungan odam sirazi o'zi aloqa chiqishadi. Gap so'z. Mana 1 2 3 ga ketdi mana 60 million so'm kami bor o'tib beriladi. Bor, ketdi akalar. Navbatdagilarimiz. Jigarlar. Molni ko'ring. Mana shuni ham ko'ring. Oldingani zo'r, faqat qishdi moli. Bo'yi ham-da asli. Tuluv jarayonida mol. Ko'ring. Mana turishini ham. Jonivor. Jonivorlar o'zi cho'lasini ayirgan odam adashar ekanda. Cho'lasi haqiqiy bir jedi mol ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu ham aytayapti, meni ham kam yerim yo'q, meni ham go'shim qizil deyapti. Ko'ring akalar. Oybekjon, mashina ham puli yengil bo'ladi. Inshaalloh. Mashina ham puli yengil bo'ladi, Alloh xolasa. Olsin maza qilishadi. Buni ham 1.15 ga beraveramiz aka. Xotirjam chiqadi. Xotirjam chiqadi. Qismlarini ko'ring. Polvonligi, sifati hamma yo'q joyida. Orqa pachkaliklarga ham alohida e'tibor berasiz. Ustki qismlariga ham ko'ringchi. Hammasi Arg'amchida yurmaganda bular. Hammasi bo'sh yurgan. Telefon qilsin, buni ham pulini ey. Bir-birimiz qinash kerak. 18 million so'mga bartirib beraman. Savdosi o'tib ham berasiz. Abdurabaka boshqa 18 ga yetkazib beraman deb. O'tib ham berasiz. Gap so'zi. Mana bu qarang. Mana buni. Akalar, shu dumida oyog'ida shu oqlar ham palasali ekan, ko'ring. Mana ko'r. Kentauro bu ham. Buni ham bo'yi bir o'ntir ahvol chiqaveradi. Alohida mo stoyka, mo oyoq qo'llariga alohida e'tibor berasiz jigar. Nima deyapti, mana ko'ring. Buqa zo'r. Buni ham maza qilishadi. Jonivor. Aka, nima deymiz buni? Abdurabaka qara. Umuman buni olsin, borana 35 million so'mga mana. 17. Baragasini bersin. Gap so'z yo'q. O'zini bo'lsa 17,5 mayli xayri bor o'tib beraman aka. Lekin buqa arziydi mana shu buqa ham. Bitta gap bor-da, Oybekjon, bunaqa aka molni bilasizlar, azaldan eskitdan sorti zo'rini olib kelib yurgan. Sortini zo'rini olib kelib yurgan odamga injiq oladi odam, bunaqa mol yoqolmaydi. Bular ham biladi, bo'yi bir 10 mollarni arzon qiladi. Oybekjon, men sotolmayman shunaqa mol. Nezvitinni. Odami bor-a, o'zi sotadigan odam. Sotolmayman men, dangaliga. Endi yaxshi mol olib yurgan odam telefon qiladi-da bizga. To'g'ri. Adro mono malim yo menga tushmadi. O'tgan safarlarga o'xshamagan ekan deydi. To'g'ri, aniq aytadi. Mana ko'ring. Buni ham orqasi o'ta tikka bo'lar ekan, mana ko'ring. Biri 10 ga yetmagan, biri 5 dan balandroq, biri 8 ga turadi chiqadi. Lekin bu ham kachoqcha. Mashallah. Buni ham narx qulay bo'ladi. Oyoq qo'llariga. Aka, nech pul deymiz? 16 million so'mga bartirib beraman aka. 16 million so'mga aleni kerak yo'q. 16 savdosi bor. Telefon qilsam bitmagan shu ham aka. Bitirib beraman. Otangizga rahmat. Aka, 16 million so'mdan 20 million 500 gacha narx qo'ydik. Qo'ygan narxlarimizni ozmos kelishtirib beradigan xonasi bor. Bozorda ko'rib yurgan, bunaqa zotda sifat tushunib yurgan aka-ukalar o'zlaring bemalol ikkilanmasdan quyidagi raqamlarga aloqaga chiqaverasiz. Musofir akalarim uchun ijtimoiy tarmoqlar bor. Sog' bo'ling akalar, salomat bo'ling. Video rolikdagi xato kamchiliklarimiz uchun uzrimizni so'rab qolamiz.